Bo'ldi, shuni tushuntiraymi? Bugun bu katta forumda ishtirok etayotganimizdan juda ham xursandmiz. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Lanjou universitetining ancha oldin hamkorlaridan hisoblanadi va biz O'zbekistonda birinchi Konfutsiy instituti tarkibida bo'lgan universitet hisoblanamiz. Konfutsiy institutida o'qigan maktab o'quvchilari, litsey o'quvchilari albatta Xitoyni o'rganishga qiziqishlari ortib, kelgusida bizning universitetimiz talabalari bo'lishadi va shu bilan birga Xitoyning boshqa universitetlariga o'qishga qabul qilinishadi. Shu bilan birga Konfutsiy institutida bugungi kunda 600 ga yaqin yoshlar Xitoy tili va madaniyatini o'rganmoqda. Bu forum bejizga bu Dunxan shahrida tashkil etilmagan. Albatta biz bilamiz, tarixda bu Dunxan shahrini va bu yerda yaratilgan ilk dastlabki tarixiy obidalarni ko'rib hammamiz hayratda bo'lamiz har doim va mana shu Dunxan shahrida bo'lgan forum aynan kelajakda ham Buyuk Ipak yo'li doirasidagi tadqiqotlarni kuchaytirishga bir zamin bo'la oladi deb aytaman. Shu nuqtai nazardan biz taklif etgan loyiha, ya'ni Buyuk Ipak yo'lida yashagan va yashayotgan xalqlarning folklorini o'rganish va ularni g'oyalarini tadqiq etish bilan bog'liq edi. Shu nuqtai nazardan tarixni va kelajakni bog'lashda bu kabi loyihalar ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ularni madaniyati, ma'naviyati, xalqlarning madaniyati, ma'naviyati aynan xalq og'zaki ijodida asrlar davomida mavjud va saqlanib kelinmoqda. Ularni o'xshash tomonlarini, bir-biriga ta'siri masalalarini o'rgansak, menimcha bu bir kamar bir yo'l doirasidagi loyihalarda yaxshi ta'siri bo'ladi.